Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Mana navbatdagi pulimiz 952 traktoriga bitta 3 korpusli Limkent pulik. Hamma yeri Limkent stoyka, Limkent atlon. Rama o'zimizda qilingan. Rama ham zavodskiy 12 ga 12 ram choksiz. Stenadan 08 qalinlikda. Baquvvat rossiyskiy SSRda ramasdan qilingan. Kimga shunaqa puliklar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. 3 korpusdan 6 korpusgacha qiydaveramiz. Puligimizni shu turishdagi 3 korpusli narxi 40 million so'm. To'rttaliklari 65 million so'm, 75 million so'mligi purtburjlik bilan. Shu 3 talikka purtburjlik qo'yiladigan bo'lsa 47 million so'mga chiqadi. Keyin kattaroq texnikaga bo'ladigan bo'lsa, ichi narxi o'zgaradi. Bu oldi bo'yinlari baquvvat qo'yiladi. Pulik olaman degan tanishlaringga tashlab qo'ying. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar hali oldinda. Aylantir. Aylash jarayon.